qilasan shuning uchun boyga tegib ketdi. Sen jalab mana shu zona komfortdan chiqa olmaysan, kutingni ko'tara olmaysan jalab. Senga faqat mana shu qo'shini boy bo'lsa, u haromdan boyigan bo'lish kerak. Chunki dadang shuni o'rgatganda seni jalab. Agar u sen halolligingdan kambag'alsan sen. U bular boy bo'lib ketdi, demak u haromi, hech qachon haloldan boyimagan, yoki uni tog'asi prokuror yordam berib olgan, yoki uni svязlari bor. Hammada jalab 24 soat bir sutkada, 7 kun. Hammada ikkita qo'l, ikkita oyoq sog'lom bo'lsa, ishlab tursa. Hammada o'sha miya. Yo'q, bular bu yoshlarni tushunmayman, gohlarini, bir ikkitasini, yaxshilari ham ko'p. Siqilib qoldim. Motivatsiya bering. Hamma bularga motivatsiya должен jalab. Borib bilak, bitta anaqa millionerdan motivatsiya oladi. Anuli u bilan rasmga tushish uchun zalda bilan abonement sotib, o'chitga turadi jalab. Haligi boy akasini kelishini kutib, hozir keladi. Zalga trofkaga ham bormaydi jalab. O'sha bironta bir boy akasini bilan rasmga tushgan bo'ladi. Paxta zavod, paxtazor. Ey Xudo o'zingga bersin, erkak. Tasavvur qil, boshqa imkoniyat yo'q. Bir marta berildi senga hayot. Bir marta hayotda ham birovga patlizalik qilib, o'shanga yaxshi ko'rinsam, u menga filmanga bir ruxsatnoma beradi, yo menga investor bo'ladi yashagandan. Tikka turib o'lganing yaxshi emasmi, erkak jalab? O'zingga bersin Xudo, birov bergani baribir peshlaydi. Men hayotimdan kelib chiqib aytaman, o'zingga bersin. Yo'q, bular. Unga paxta qo'yadi, unga otiladi, bunga otiladi. Ko'tarila olmasa, unga viza tashab ko'radi, tashaga osilib turli qilib tortiladi, u qiladi, bu qiladi. Bunday qilsa 30 yoshchilar. Bunday qilsa 40 yosh bilan tizada navara, gemoriyadan qon oqib yotibdi. Nima qildim? Bu dunyo bevafo. O'zing bevafo, o'zing yalqov, o'zing harakat qilmagansan. Ras harakat qilmadingmi? Bitta narsani esingda tutgan. Har bir inson duxi yetgan taqdirida yashaydi. Har bir inson, har bir erkak o'sha duxi yetgan hayotda yashaydi. Duxi yetdimi, dehqon bor bilan dehqonchilikka bugun garkan bu hammasiga karam ekaman dedimi? Bo'ldi. Bu qumor. O'xshab ketdimi kamar? Karam bo'ldi. Zo'r savdo bo'ldim, sen boysan, zo'rsan. Duxing yetdi shunga. Narigi ekmadi karam, duxi yetmadi. Xuddi ringga chiqqan ham. Duxi yetdi, solishdi, mashhur bo'lib ketdi, zo'r bo'ldi. Ras duxing yetmadimi, o'sha oyligingni olib, birovlarni yomonlab, hammada ayb izlab, qisib yashash kerak.